بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الباب الخامس فيما تصنع به هذه الطهارة يعني تيمم نمبلا إلى ندود وفيه مسألة واحدة وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب demek burada ittifak kegen bir urun bakin. Bu olsumu hak munbat tupraktaydı. Her tegine yani ziraat ündigan topuda teyemmüm kısı buludu deb hemmisi ittifak ki. واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الأرض المتولدة عنها كالحجارة. زمنن cismidin payda olgan mesela taş şegel diyendek müşunda nasılda yani topudan başka nasılda teyemmüm kılış meselesinde ihtilaf düşüp kaldı dedi. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi sap topumsa teyemmüm kılış bulmaydı. وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم. İmam Malik ve şagirdleri ziminin üstündeki ziminge teva boğan nasilden mesela şegil taş, kum, topa Muşun hemmesinde teyemmüm kıyılı bulduğu depti. Demek İmam Malik'in meşhur karışı iken var. Fil meşhuri anhu. Ve zâde Ebu Hanife'te fekâle. İmam Ebu Hanife İmam Malik'ten bir kadem aldırarak durup ve bi kulli ma yetevelladu minel ard minel hicareti mislin nevreti ve zirnih vel cis ve tin ve ruham. Ziminden zaten payda olan, ziminin üstü turduğun yeryüzündeki hemen asilden teyemmüm kıyılı buldu. Demesin nevre. Nevran bir xil hak deydi. Zirnih. Bu zirnihni muşunda tibavat kısıtlıgan bir taşlı iken bu arqılı rengaran. Ak mergemuş deyken. Mergemuş. Falan tibavat tikili bilishi mümkün mü? Bu muşalıqa çaqqa, jiren yoki yarıllığa unda işletilgan. Belki de mikrop yo'qtiganda güngürtek yig'inda tashkil bo'lishi mumkin. Tibavatda roli ekan. Wal jis bu gej endi. Jis. والطين والرخام طين قاعدة كسغزلاي الرخام ديجان هذا المرمر تاشلواغو شو قط تاشل شو شيء لقى سرما كما دايماز جبقان بنا ناس نقر إمام أبو حنيفة نمنا مذبان كان ريكم ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض وهم الجمهور قالوا بعضهم أنا bu zeminin üstündeki topu oluşkirak depti cumhur. Ahmed ibn Hanbal yeteyemmem bi gubar thawb vel labad. Lubad deydi. Yaki libad. İmam Ahmed ibn Hanbal kiyimning yoki kiygizninki üstündeki qonab qolgan to'pi bo'lsa, shunda tayemmum qilsak bo'ldi. Jumhur hamda bu kiyimning va kaza emas, ziminning ustidagi yerdagi to'p bo'lish kerak debdi. Bu libad hamda libad deb ishlatiladi. Şu kiygizimdi. Asli bu labat degan unda binasini giralishib, changlashib biliqa nima ketgan o'ldirdi. Va odamning chechaliqa ayta tarig'lanmagan nima qilib ketsin deyman. Chigilishib ketgan. Bu labat degan shu kiygizni deydi. Farqda shu ziminning ustidan chiqib boshqa narsaga kiyim, kiygizi qo'ngan to'pidek to'pi uchidan. To'pi bo'lsa farqni ustida. Hozir farqda to'pi yo'q. Aynı nemlik var, tümünün üstünde nemlik lan var. Bu adam teyemmüm kıyıl bulmaydı. Farklı su var. والسبب في اختلافهم شيئان أحدهما اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب. Arap tilde bu Said diyen sözde müştereklik var dedi. İhtilaflışının sebebinin biri. فإنه مرة يطلق على التراب الخالص. Bazıda sap topuğunu işletildi. Bazıda ziminin üstünde yeryüzündeki bütün zimin tavan nasilgimi işletildi dedi. Hatta enne Maliken ve ashabahu hamalahum dalalet istiqaq hazal ism a'ni Said en yucizu fi ihda rivayat anhum at-tayammum ala al-hashish ve ala al-thalj. Demek bu ziminin üstündeki nasi o da lügat tarafından şunda türlengen boğaçqa İmam Malik ve şagirdleri ulardan kelgan bir rivayette ziminin üstü olmuş o Said degan Kur'an-ı Kerim Said'dan tayyiba dedi deb ziminin üstündeki çim bo'lsin yoki o't yani o't çim bir narsa bo'lsin yoki ziminin üstüge tushgan qav bo'lsinmi ziminin üstü mana deb lam shuningda tayammum qilishni joiz deb qaradi dedi. Aşım müşterek yani, iştirak alır. Ma neşigi mişildiği neşidek nesliği. Hep yoğun neşe haşiş diye. Ma hazırlıkta zartıl bu. Hazırlıkta zamandaki tilla.
burunda haşita bunda istemezsin. قالوا لأنه يسمى سعيدا في أصل التسمية ولا دب ترابطن bu mana zimnin üstüge örlep çıkan narsa şu atılışta çigide toğramış o. Yani min cihaz Suudihi alal ard. Yani zimnin üstüge örlep çıkanlıktan. Ve hada daif. Bu elbette aciz emdi. Çünkü o zimininki özünün cinsinden emas da bu. Ziminin cinsinden bolsa qom, topağa, yer katlamları münasip narsa olsa buldu. Ziminden daraxtning üstüge chiqib ya tayammun qilinmas. Tamam? Gazanga topxona qo'ygan bo'lsa bo'ladi deb. Qadigan bir xil sudek narsa. Bu ziminin cinsi emas. وهذا ضعيف والسبب الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور. بعض حديثlerde bu zimin degan so'zni ishlatganlikdaydi. ixtiloflashning yana bir sababi. Yana ba'zilardan buni to'pi deb muqayyad holat qilib qo'yganlikda. Va qavlu alayhisolatu vasallam ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura. Demak, zimin dedi. Zimin degan buning ichida ko'mak olamdi, gej olamdi, ak olamdi, tosh olamdi, hamma qum masalan, hammani o'ziga olamdi, olmamdi. Fa inna fi ba'd rivoyati ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura va fi ba'dha ju'ilat liyal ardu masjidan va ju'ilat li turbatuha tahura deb ketdi. Bunun topsir demekçi. Ve kad ihtalafa ehlül kelamil fiqhi hel yuqda bil mutlaq alal muqayyad ev bil muqayyad alal mutlaq. Yani bu şu meselede fuqahalar ihtilaflaşıp kaldı. Bu yerda mutlaqni şunu hükümran kılamdık yoki muqayyadni muvaffaq. Adeti al mutlaq rahmal al muqayyad deydi. Peki muşunda anda talashlar chiqib qoldi deydi. Vel meşhur indahum an yuqda bil muqayyad alal mutlaq. Meşhurroq mana bil muqayyad alal mutlaq. Bu muqayyad bo'yi tushunmas degan gap shu meşhurda deydi. Va fihi nazar. Masalan, fatahir raqabatin mu'mina dedi. Yani bir yerde fakku raqaba dedi. Ama ya da raqaba deb keldim, mu'mina desa bu fakku raqaba degan nima? Mu'min raqaba degan aning bo'ysundirmiz deydi. Al dedi, yo'q, meni aning bo'ysundirmaymiz. Raqabalan bo'ldi degan gap o'sha. Yani qayd qilib hisoblanmas. Ve fihi nazar. Demek bu meşhur qarashtirma sal to'xtalish kerak. Ve mazhab Abi Muhammad ibn Hazm an yuqda bil mutlaqi alal muqayyad. İmam ibn Hazm'ning qarashida shu mutlaqni muqayyadga bo'ysundirmaydi demakchi. Lianna mutlaq fi ziyadati ma'na. Demak, ma'noda yani mutlaqni olamiz demakchi. Çünkü mutlaqda bir xil ortiq ma'no bor. Masalan, to'pi desak, to'pidan boshqa qum, gaj, ak, shig'iltash hammasi hozir ortiq keldi bunda. Ortiqlikni nima uchun baka qilib o'tamiz buni? Faman kana ra'yuhu al-qada'u bil muqayyad al-mutlaq. Endi ma ta'til qilganlar, yo'q bu al-ard degan so'zni misha to'pilan maqsad deb turganlar. Yana undan bu Said degan so'z, as-Said at-Tayyib degan shu to'pi deganni bildirdi deb turganlar. To'pidan boshqada tayammum qilsa bo'lmaydi, yani Shafiy mazhabida. Bo'lmaydi deb qarabdi. Va man qada bil mutlaq alal muqayyad. Ard degan so'zni shuni hukmron qilamiz. U turab degan unda xas qilish yo'q deb qaraganlar. Yana unda Said degan so'zni zimin ustidagi ziminga tava ashunda moddalarni hammani o'z ichiga oldi deb qaraganlar. Qum, shig'iltash va kazalardan tayammum qilsa bo'ldi deb qaradi. Va amma ijazat tayammum bima yatawalladu minha fa da'if. Endi u ziminda unib chiqqan, unda paydo bo'lib qolgan naslni hozir yetavalladu min hadina shu hashish, shu naslni demakchi nima? Abu Hanifaning qarashini demakchi ekan unda. Zimin jismini paydo bo'lgan shu naslni joiz deb qarash ojiz deb. Kan la tanawulu ismi Said. Çünkü bu naslni ziminning ustiga o'rlab chiqqan narsa degan so'z o'ziga olmaydi deb. Nima uchun olmaydi? Ya yetanavulu aslida. Çünkü müşterek yetenavul afradahu. Bunda onun iken mesela turab deganni yetenavul müşterek tutup. Başqaning yetenavul bo'lish kerak. La yetenavul dedigan bir gap yo'q. Biraz kilometriyada ziminning shu gejlan bakin, qapılar ki. Yani bir yerde qumlan bakin, yani bir yerde aqlan bakin. Şu saydimda şu ziminning ustiga narsa o'rlab turgan narsa. Çünkü saydning lug'at ma'nosi ziminning ustiga o'rlab turgan ziminning jinsi degan bo'ldi. Kitobda saydda tumirning jinsi o anda bir xil sanoat kirib, boshqa bir moddaga aylantirib yasalgan bir nima bo'lib ketdi. Ya zimindagi shu tosh va hokazoda yasaldi emasmi odatda? Ya osmonda tushigan, lekin osmonda tushigandan keyin bu ziminning bir parchasi bo'lib ketdi. Hozir biz tumi ishlab chiqarmoq
qilsak, mana ganjini ishlab chiqarmoqsa, osmonda tushimdi yoki zamindan ko'lab chiqaramdi. Zamindan o'sha tosh, shig'il va kaza ayında nasldan nima qilib yurib, ondan tumi moddasi chiqarmaymiz. Demak, bu tumi moddasi zamindan chiqadilar. Lekin asli tushirilishda osmondan tushirilgan. Shu anzalnal hadid deganni tarjima qilgan chaqda tumini tushirdik deb tarjima qildi. Hozirgi tarjimadan deb boshqa bir narsa yo'q. Buni tushirdik deyish kerak. Va anzalna va. Ya bunda tumini qilib berdik, bu va kaza bunda nimasi kerak? O'zaqda nimda shu qamdamı tumi osmondan tushdi, bunda yaratdik degan ma'noda asaq qilgan degandek nima qilib ta'rif qilishdi. Ama zamanlı jalla keyin shu tumining ilmini nimalik tekshirsa, rasul yer zamin asli yer zamindan emas ekan bu deb aytdi. Shu. Va anzalna deb iborat surishda mana jinski bu. Tushirdik degani, ya'ni asli zamindan emasda ustidan tushirib berdik degan bo'ldi. Şuna ötkende tercüme qilgan vaqtimda shu oyatni mas'ullik deb qilib. Tekshirsam bu zada tushirdik deyish kerak ekan buni. Shuna tercümeni olmay tushirdik deb bunda tercüme qildi. Asli Said degan zot bu lug'at tarafdan va Hanafi mazhab, Maliki mazhabning yanida ma'lum lug'at hozir. Bular faqatlam shu bekrak dalil qilib kutsa, shu muqayyad hadis va shuni ko'tarib chiqsa bo'ladi. Ammo mushtaraklar yoki lug'at tarafdan faqatlam putirib turolmaydi ma boshqa mazhablar. Uning ustiga vajullar lillahil masjid va tahura deganimda, masalan shunda keng bir anda zimin bor ekan. Hammasi masalan sho'liq, tuzliq, gej, haq, bundan narsa bor ekan. Bu yerga odamda ashadis bo'yicha namoz o'qiganman-da shu yerda. 50-60 kilometr sirtga chiqib, aydan o'qib kelish kerak bo'lmas. Abi joyimiz yo'q ekan masalan. Ya suv yo'q ekan tayammum qilaman bunda juramdim bu. Bu ashada endi o'qish kerak. Ziminning. Bu pak narsa bo'lgan ekan uning ustiga. Amaliyotda bu to'pidimi bir nima qilish, ya'ni to'pining o'zida bir xil bunda alohida bunda bir tartilmish yo'q. Hammasi bir xil Allohda osonlashtirib bunda. Bu ziminning ustidagi narsa inson nada bo'lsa bir tepildigan narsa bor asosan. Navoniga shu tepildigan narsada bunda qilsam bo'ldi deb bir ramziy holatda simbol xarakterlik bunda keng ruxsat qilayotgan narsa. Navoniga ziminning ustida bir modda bo'lsa, tayammum qilsa bo'ladi. Bunda albatta Hanafi mazhabining nazorat kuchli va doif deb qo'ysa, bu so'zning o'zi doif bo'lib qoldi. Ya'ni Said degan yetanavaluhu. Ya'ni ashna aslini o'zi oladi. Nima uchun? Ashna ziminning ustida o'rlab turgan narsa. Fa inna am dalala ismi Said la an yadulla ala ma tadulla alayhi al-ard. Said degan umum holatda bildirib ketsa, shu zimin deganni bildirdi. La an yadulla ala zirnih va nawra deydi. U kaza undan aslini bildirmaydi. Ana Maliki mazhabga raddiya beryapti. Wala al-thalj wal hashish. O'zining mazhabini saqlayapti. Vallohu muwaffiq lis-sawab والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف. يعني طيب ديان سوزدما فتيمموا صعيدا طيبا دياندما مش طيب ديان سوزد اختلاف مسألة نمشان طيب دياننا ما شافي مذهب تكلم ده منبت ترجمة قواري. يعني يتا أقماس كيف؟ يعني طيب ديان كيف هو منبت ديان لكم مدوان طاهر ديان لكم مدردا. بولا طيب ديان سوزنا وندا بنا أستردغان زراعة o'sidigan munbat ma'niga birilib, bu to'piga munbat narsa, bir narsa o'sidigan, u boshqasida o'smaydi, hatto masalan qumda nimada o'smaydi deb turadi, shig'ilda. Ya'ni bir mazhab bunda javob beribdi, qumdimi toza o'sidi. Toshning ustida o'sidi ziroatiga. Amaliyotda bo'lganda, Qur'on toshdan o'sib chiqqan ziroatli bor. Xolis to'piga. Qumdimi hozir sahroga teriyotdim, Misrdimi? Qumliqqa suv tamchiltib, qumdan o'stirayotgandim bu. Su bo'lsa, qum bo'lsa o'sardi. Hozirgi o'sha shoxli pomidorlar qumliqning o'sani, qumlarla birlashgan. Ya'ni qumdimi, tashdimi uni o'sidi. Agar munbatlikni shart qilib qolsangiz, bu qum bilan o'sidi. Ammo bu tayyib degan so'z munbat degan gap emas. Bu pok degan bo'ldi. Ya'ni o'sha to'pida, qumda bir aniq bir najosat, yo'l tarif qo'ygan bunday narsa bo'lmasa, bu pok deganlik bo'ldi. Amaliyotda Hanafi mazhabining qarashi birinchidan islomning o'sha umumiyligi tayammum ruxsatini berishdagi qulaylik nimasiga eng yaqin. Ikkinchi lug'at tarafdan intayin kuchli. Davomida Hanafi mazhabining asli jonlantirish kerak deb aziz deb qo'ymay. Bu
İslam'da tarzı yaşarman önümde şartlandıkken. Ya. Ziminle okşaşmaydı. Okşamaydı. Nurgun şoğluq, zenil tekmakamda geldi kum var. Var mı? Onu belki bir gün mansıma çıkıp bulamaydı okumda. Şu mu yok da koyardı? Şu Arap'ın aslanlarla Saudi Arabistan'da Yemen'de oturur Rubal Khali ya ki Marrakeş'te tarafdaki Sahra al-Kubra Cezayir Marrakeş tarafdaki. Hani Irak'ın maaşı bazı yerlere 3-4 gün mansıma çıkıp olmadan Sahralarımız kumluk. Şu bu anda bak taraytıvtilik bu Şafi mezhep başkalar. Topu degan gibi istiveler. Şu ayetni tercüme qilishda masala bor. Tatayammum sa'idan tayyiba deganda biz tercüme qilganda topu deb qo'ysak ham chataq. Ayetni tercüme qilganda. Nimadatda lug'atning shu eng aliqi so'zi hujjat hisoblanadigan lug'atshunoslar sa'id degan ma'ala vajhil ard degan. Shunda deylik. Shuning gapi hisob. Al-bab as-sadisu fi nawaqid hadhihi at-tahara. Demak tayammumni nimalar sundurdi? فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر. Bu teyemmümün asli şu vudu'te. Vudu'nu ne mi sunduysa bunu sundurdu. Bunun ittifakı. Vaktalafu min zalika fi meseleteyn. Ana bunun çetişlik iki meselede ihtilaflaşıp kaldı. İhdahuma hal yanquduha iradat salatin ukhra mafruda gayral mafrudati allati tayammama laha. Mesela bir namaz okuyman da tayammum qilgan bo'lsa, uningdan boshqa namoz o'qiy deb qolsa, usunib ketamdi, ketmamdi. Val mas'alatu thaniya hal yanquduha wujudul ma amla. Shuning boyliqda sundurtamdi, sundurmamdi. Ikki masala. Albatta bu mamdaliqa cho'ng masalalarning maktabning qoidasi bo'yicha cho'ng masalalardan ikki masala ekan. Onun belki çetişlik nurgun meselelerde tanıştığa çıkarıp çıkışı mümkün. المسألة الأولى فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الأولى. Allahu Ekber. Mesela biz peşimge teyemmüm kıldık. Yani esir vakti kıldık. Esirinin şu teyemmümle okuyla desek bu sınıf gidedik. Ve mezhebu gayrihi hilafu zalik. Ve asla hadal hilaf yeduru ala şey'eyn. Ahduma hel fi kavlihi ta'ala ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ila salati mahzufun muqaddar. Yani bunun tanıştığın sebebi bu şu ayette zaten takdir kılınan bir mahzub var mı yok mu? Yani izâ kumtum minen nevm der mesela. Yakit ev kumtum muhdethine digendek. Em leyse hunalike mahzufun aslan. Yakit adı mahzub yok mu? Bazı badaydı, bazı yok dedi. Femen ra'a en la mahzufa hunalike qala zahirul ayeti vücubul vudu ev teyammum indel qiyam li kulli salat. Yani mahzuf yok deb qaraganlar bu ayetten çıkıp durduğuna her namazga ayrım teyammum qilish deb turibdi. Lakin hassasat sünne min zalika al-wudu fa baqiya at-tayammum ala aslihi. Lekin sünnetde Resulullah Mekke fath qilgan chaqda bir taharat ilib necha namozni bir o'qigan degandek bunda sünnetde bu taharat olgan chaqda bir taharat necha namozga yaraydiganlikqa ayrim ketganlikdan bu tayammum ana her namozning bir qatimdan ilishimiz qoldi deydi. Lakin la yanbaghi yuhtajja bi hada li Malik. Lekin Imom Malik mazhabi uchun man dalil qilib olsak bo'lmaydi deydi. Imom Malik uchun ma dalil yaramaydi. Fa inna Malikan yara anna fil ayati mahdhufan. Demek İmam Malik qarashatin mushunda qarg'allardan o'xshash qarashdi bo'lsa-mu, alamara an Zayd ibn Aslam muwattaihi. Idza qumtum min-nawm degan musho qarashni balki Zayd ibn Aslamdan İmam Malik muvattada rivoyat qilgan. Tamam. Demek yani bu jihatdan İmam Malik'i mahsubba deb manda dalil keltirmaymiz deydi. Boshqa tarafdan dalil keltiramiz. Va amma sabab-ı-thani, ikkinchi sabab ixtiloflashning fa takrarut talab inda dukhul vaqti kulli salat. Yani her bir namazning vaqti kirgan chaqda bir qatim shu taharat talab qilmamdi deydi. Va hada huwa alzam li usul Malik. Demak İmam Malikqa mushiyatdan dalil akasak bo'ladi deydi. Demak, tayammumning nismi İmam Malik izlash kerak degan bir nisbatda. Yani tayammum qilish ilgari sen suvni uyaga bunda atrof qilib izlab chiqishing kerak degan bir nisbat. Lekin ash qoidasiga nihoyatda munosib turdimi abi? Har namoz vaqti chiqqan chaqda bir qatim suv izlaysiz dedi. Va qad taqaddama al-qawl fi hadhihi al-masala. O'tgan keyin deb o'tqizadi. Va man lam yatakarrar indahu at-talab an ba'zi olimlar yok o talabdan tekrarlanmaydi. Bu ayette mahzubba deb lam yara iradat as-salat thaniya mimma
yanqudu tayammum. Bular ikkinchi namozni o'qimoqchi bo'lgan chaqda tayammum buzib ketmaydi deb qarab. Albatta tayammumdimi? Tayammumda shu vuduga qiyos qilish kerak. Bir tayammum olgan bo'lsa, uning tartib sundigan boshqa ishlar bo'lmasa, o'shanda yana nech namozni o'qiy olsa bo'lish kerak. Ba'zi olimlar deyishi mumkin emas, bir tayammumda bir farzni o'qiy olsa, ba'zi deyishi mumkin birsida nech farzni o'qiy olsa, ya'ni ba'zi deyishi mumkin bir tayammumda bir farz bilan uning orliqi, ya'ni bir namoz orliqidagi naflar va kazan o'qiy olsa. Lekin bu odam aniqliqi islomga chekilgan yoki nima kelmagan ekan. Ana shunda asli qoida bo'yicha qo'yib berish kerak ekan. Tushuntirib o'tmay. Tayammum qilish ham hozir qulay degan bilan ba'zi sharoitda qulay bo'lmasligi mumkin. Va ammal mas'alatu thaniya فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها. Ko'pchilik olimlar suv bog'lab qolsa tayammum buzib ketadi deb qaradi. Bu ham ko'pchilik degani mishada asos ijmoda bir gap endi bu. Asosan. Va zahaba qawmun ila anna an-naqida laha huwa al-hadath. Ba'zi olimlar tara sunsa tayammum sunida bo'lmasa, suvning bog'lab qolsa tara sunmaydi dedi. Masalan biz tayammum qilib bo'ldik. Tayammum qilib bo'lgandan keyin asli suv bachab tayammum qilmaymiz. Lekin tayammum suv yo'q chaqda suv yo'q deb qildik. Qilgandan keyin tayammum qilib namoz o'qibda o'ttasa, namoz o'qiydi deb o'ttasa. Turbin shaqirab suv keldi. Shu suvning shuna kelishi bilan bizning tariximiz sunib ketdimi yoki bormi? Emas. Ma'lum ba'da qaraykan. Bu hamda Sha'biyning qarashi ekan bu. Bir xil shaz qarashlandi. Va aslu hada al-khilaf hal wujud al-ma'i yarfa'u istishab at-taharat allati kanat bit-turab. Demak, suvning bog'lab qilishi hozir burun to'pida yoki sayd bilan deyiladi. Sayd bilan olgan ay taharatningki davomlashishini to'sab qo'yamdi, qo'ymamdi. Istishab degan davomlashish. Amravlash deymizga sahiba. Istishab degan davomlashish. أو يرفع ابتداء الطهارة به yoki suvning bog'lishi yenidan yani tayammum qilishini to'sab qo'ydigan, lekin tayammumni qilib bo'lgandan keyin uning davomlashishini to'samaydigan demoqchi. Ya'ni ibtido tahara hozir suv yo'q, shunami? Tayammum qilamiz. Lekin suv bo'lib qolsa biz tayammumga qadam basamaymiz. Shunami? Bu ibtido taharani to'sdi degan. Ammo istishabni to'sdi degan biz tayammum bo'lgandan keyin suv kelib qolsa, bu tayammumning yana bizni bog'lab turishini to'sab qo'ydi demak. Tahqiqga erishamiz endi. فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به قال baştadan taharat alanmaysa lekin tayammum qilib bo'lgandan keyin tayammum yani turaverdi deb qaraganlar. Odatda taharatni sundirgan, normal taharatni sundirgandan boshqa narsa sundurmaydi deb. Ya'ni suvning kelib qolishi sundurmaydi demakchi. Fa inna haddan naqidi huwa ar-rafi'u lil-istishab. Mesela hadd mesela tarifi. Çekçeğirse şunama tarifi demektir. Naqid deganning tarifi nima desa va ar-rafi'u lil-istishab. Yani naqidni tarixni sundirgan narsa bunda deb tarif qilibdi hozir. Ay tarixning davomlashishini ko'taradigan narsa deb. Shunama bu hamda mushu masalani hal qilish uchun mushunda tarif qilgan bo'lishi mumkin. Istishab degan so'zni ekilibdir. Bo'lmasa undan boshqa tarif qiladi. Va qad ihtajjal jumhur li mazhabihim bil hadith as-sabit. Demak, sabit deganni nimaga ishlatgan? Sahihanda yoki ikkisining birida kelgan hadisga ishlatibdi. Mushuni dalil qildi deydi. Va huwa qawluhu sallallohu alayhi va sallam ju'alat liyal ardu masjidan va tahura ma lam yajidil ma'ma. Bu ikki hadisni biriktiryaptimi yo bu yerda? Ya bir rivayetim var. Adetten Cü'lelil mescide ve tahura deb to'xtaydi. Ma'va ma'lam tajidilma 10 hijaj degandek bir hadis var. Shunun nimasi bo'lishi mumkin. Manda ikkisi birga kelmagan, boshqa ibora birga kelmagan deb. Aslan manda kelib qolsa Cü'lelil ardu mescide ve tahura ma'lam ajidilma bo'lish kerakdi. Yani vaju'lal lanal ard deb qolsa ma'lam najidilma bo'ldi. Lekin ma'va yajidilma deb ketmasının kitapta. Hadisda ayg'idinda tahqiq. Hadisning tahqiqi yo'qmi qasonda? Bu xuddi ikki hadisdan hozir ikki andan bir ibora, ma'lum bir iborani bir hadisda qo'ydim deyman. Shu topamiz degandan shu hozir 10 yildan shunolami? Shu. Demak, bu ma'lum yejidilma deb yejid deb kelmaydi. Vajolar liyal ard bo'lsa, ma'lum ajidilma bo'ldi. Yoki lanal ard bo'lsa, ma'lum najidilma bo'ldi. Hozir bu asli belki ya tecid ya yecid oldu bu. Ve işkilese bu seyredisler. Bu sabitler bir kısım bize kelib qolgan bu Buxoriy Muslimdagi bazı bo'lish kerak. Vel hadisu muhtamilun. Fa innahu yumkin an yuqal muhtamilun mu muhtamalun mu? Muhtamil desek muhtamil likal ma'na endi.
Muhtamal deb qalsak şu, o'ylanib baqinglar. Muhtamilunmi, muhtamalunmi? فإنه يمكن أن يقال إن قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يجد الماء يمكن أن يفهم منه فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة وارتفعت. Demek müşaheden mefhumul muhalefe çıkarınca. Mefhum muhalefe çıkaramdık, çıkaramamdık. Çıkarsak bu hüccet mi, hüccet demez mi? Ma'lem edilmeyen sunu tapanmay kasa diyen gap, sunu tifq kasa isap bulmaydı diyen bulamdı, bulmamdı. Ve yumkana yufamu minhu fe idâ vücudel ma lem tesih ittidâ adit-tahara. Bunu diyen mında düşünüş mümkündür. Sen tart ağal vaxtında suulab qalsa, yeni başladın bu tayammun qilishing to'g'ri emas. Lekin tayammun qilib bo'lgandan keyin shu kelib qalsa, o'sha burun qilib bo'lgan tayammun hisob bo'laverdi degandek bo'lishi mumkin deydi. Wal aqwa fi adadil jumhur huwa hadis Ebi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Lekin jumhurning qarashida kuchliroq turgan dalil, jumhurning qarashini kuchlantiradigan dalil va Abu Sa'id al-Khudri deb lekin Abu Sa'id al-Khudrining hadisi unda deb hadis yo'q. Alni tekshirib baqing. Abu Zarning, Abu Zar radhiyallohu anhuning xato ketganga. O Abu Sa'idning endi bu Abu Zarning ba, Abu Sa'idning ba, boshqaning ba bo'lib qolsa bu to'g'ri deydi. Lekin bu saat tekshirganlar Abu Sa'idning bu to'g'ri hadis yo'q. Bunga bu Abu Zarning hadisi chiqadi. Davomiki ma'noda bir xil xatolik. Va fihi annahu sallallohu alayhi vasallam qol: "Fa idza wajadta al-ma'a fa amissahu jildak." Ba'zi basharatak deb kelgan masalan. Yani suv tapqiningda teranga tekkizgan demakchi. Fa innal amra mahmulun 'inda jumhuril mutakallimin al-fur. Demek sun tapqan haman derhal shunda ta'tilovat demakchi. Jumhurul mutakallimin qarashida mo al-amr yadullu al-forma degan qarash bor edi. Va in kana aydan qad yatatarraq ilayhi al-ihtimal al-mutaqaddim fata'ammal hada. Degan bunga yuqoridagi ehtimolmi bor edi. Qaysi ehtimol? Ya bu istishabmi, ibtida'anmi degandek ehtimollar. Tamam? O'sha ehtimollar. Va qad hamala ash-Shafi'i taslimahu anna wujud al-ma yarfa'u hadhihi at-tahara an qala. Demek İmam Şafii su paydo bo'lib qolsa, tayammum buzilib ketadi degan qarashini bunda deb mo'yallashtirdi. Inna tayammum laysa rafi'an lil hadath. Debdi İmam Şafii. Tayammum aslida bu tahrasizlikni ko'tarayotgan narsa emas dedi. Ya'ni ma tahratga o'xshashlar, tahratsiz odamni tahratlik qilayotgan narsa emas deb turibdi. Nimamisi bu desa, bu mubih lis-sola, ya'ni sen mushuni o'qib tursang mayli vaqt qilib, shunaqa bergan bir ruxsat. Endi bu tahratsizlikni yo'qotmaydi. Sen judummi badaningni Laysa mufidan lil mutayammim at-tahara ar-rafi'a lil hadas. Demek biz kichik tartag'an chaqda bu aliqqa taharatsizlikni yo'qtidi deymiz. Rafa'al hadas degan. Lekin ma tayammum rafa'al hadas emas. Taharatsizlik bor. Taharatsizlik ko'tarilib ketmadi. Lekin taharatsizlik bo'lsa-mu, menda qilib tushlam o'qib turgan degan ma'noda demek. Ve innema huwa mubihun lis-salat faqat ma baqa al-hadasan. Tartin yo'q o'simi, sen shu vaqtida urib bizoni selatib bilan, qo'lani selatib bilan g'achsiz o'qib turgan deb bergan bir ruxsat deb. Va hada la ma'na lahu. Bu bimani gapmi? Fa innalloh qad sammahu tahara. Chunki Alloh taolo uni tahorat deb atadi dedi. Buni tahorat emas deb turarsak bo'lmaydi. Va qad zahaba qawmun min ashab Malik hada al-madhhab. İmam Malik'nin bizning Maliki mazhab tikildimi, ba'zi mushunga erishib ketdi dedi. Faqalu inna tayammum la yarfa'u al-hadas. Anula İmam Shafi'i erishib, bu taharatsizlikni ko'tarolmaydi tayammum degan. Chunki agar uni ko'targan bo'lsa, taharatni sundursan, ondan bu tayammum buzildi. Hozir suvning paydo bo'lib qolgani buzilgan ekan, bu odatga shunda berilgan ruxsat ekan. Wal javob ما مسألة بزكنا أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها وحدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضها. مثلا سونun paydo bo'lib qolishi bu tayammum buzutidi deb qaragan taqdirda bu mushu tayammumga xos qo'shimcha kelgan bir hukm deymiz. Navaqidla ketilib kelgan, mush tayammumga ayrim kelgan bir hukm. Çünkü bu tayammum tabiati aslida su yo'qdan ondan qildash o'g'achqa suning bog' bo'lishi buni buzutidi. Bunda ayrım bir hukm ayrım bir kelsa ajib emas endi. واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة. Demek su kelib qolsa buzutidi deb qaraganlar. Biz masalan tayammum qilib taq namoz o'qimagan holatda kelib qolsa mo buzutidi ekan. Namoz turib bo'lgan vaqtimizda turbadan chaqirib suv ichib ketgan bo'lsa, qash namozni buzib, yani ta'riflashimiz kerak. Namoz turgan vaqtidami tayammumni buzutidi ekan. Suvning kelib qolishi.
Demak bu shu vaqt ichida bir namozning vaqti ichida namozni turgan taqdirda suv chaqirib kelib qolsa uni buzutadi demak. Vaqtalafu hal yanquduha turuhu fi salat. Yani ba'da salat buzutadi demak ekan, namoz o'qib bo'lgandan keyin. Yani namoz o'qib bo'lgandan keyin buzutmaydi deydilar. Tamam, namoz o'qib bo'lding bo'ldi dedi. Demak namozdan ilgari namozdan keyindadir ittifoq. Namozdan ilgari yani mushi qarashchilar. Namozdan ilgari buzutadi. Sen tayyorlanib suv olgandan keyin namoz o'qishing kerak. Bu ketdi. Namozdan keyincho bo'ldi o'tib ketdi, sen o'qib bo'lding, ado oldi, xalosim. Chunki uni buzutmaydi tayammum. Yani tayammumni albatta buzudi bu. Lekin buning hukmi nima? Namozni qaytarib o'qimaysan, burun o'tib ketgan xolos demakchi. Albatta boshqa namozni o'qimoqchi bo'lsa, bu taraf buzildi degan gap. Ya'ni bu qabla salat oldi yana. Tushunami? Vaqtalafu hal yanqudaha turuhu fi salat. Yani tarih kep qasa demak, turuhu fi salat. Xushtum kep qasa su namoz tuğa vaqtimizda turbidan chaqirib suv ichib qolsa yoki biz suv keldim deb to'lib qolsa, o'sha namozni buzib, chunki bizning tayammumimiz buzib ketdi hozir. Tartibimiz kerak. Fadhahaba Malik va Shafi'i va Davud ila annahu la yanqudu at-taharata fi as-salat. Namozni turib bo'lgan bo'lsa, buzilmaydi. Tayammum bilan o'qitsa, xolos ketdi. Wa dhahaba Abu Hanifa va Ahmad va g'ayruhuma ila annahu yanqudu at-tahara fi as-salat. Endi Imom Abu Hanifa va Ahmad va boshqa olimlar namoz turgan vaqtingda suv kelib qolsa tayammuming buzilib ketdi. Ya'ni namozing buzilsa, tayammum buzildi, sen tartilishing kerak. Va hum ahfazu lil asl. Ular mush ko'rib olim Abu Hanifa va Imom Ahmadlar asli qoidani chin tutulib mush masalalar. Asli qoida nima edi? Asli qoida namozning sirtini buzgan narsa namozning ichidan buzadi. Asli qoida nima? Chunki tahoratni buzgan narsa tayammum Çok kişi tarifdeymiz, yeldeymiz, başka mesela kan sunduğunun karşılığı kan, uşunun kette, saramlap kaldı ve keza diyendek bulunanmışsa namazın sırtını buzuktu. Yani namazın içi dolup kalsın buzduğu. Demek namazın içi buzduğunu sırtı buzdu, sırtı buzduğunu içi buzdu. Buymuş kaide. Demek Ebu Hanife İmam Ahmed bir şeyde bu su kep kalını namazda tumuğan halette namazın sırtı buzamdı buzmandı buzdu. Onlar namazın içi buzdu. Demek mavazir man taassubdan xoli holatda Abu Hanifa Ahmadning mazhabini maqtayotdi. Imom Malikninkini ajlashtiradi. لأنه أمر غير مناسب الشرع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة. Şeriatta o münasip kelmeydi. Namazın sırtını buzduğun, namazın içini buzmaydıgan. Bunda düşünmeydi. Bu yer buzduğunu mayanın buzduğu dedi. Ve bimithli hâzâ mana شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء. Demek muşunun okşaş. Hadi sen özel şunu kılvatsa. Muşun okşaş işte Ebu Hanife'nin eyüplep ketkentten deydi. Kanunda el-kahkaha, dahk emez. El-kahkaha yanqudu at-tahara fi salat diyen meselede deydi. Biz dahk deb naql qilganni tez joyida emas dedik ku. Kahkaha bu. Demek İmam Abu Hanife'ne sen eyüpliğen şu yerde. Bu qaqahlab kulish namazning sirtida tarixni buzmaydi. Namazning ishini buzamdi. Bu qandaga eyüpliğandan hozir hamda suvning kep qilishi namazning sirtida tayammumni buzadi. Namazning ishini buzmaydi deb turaldim. O'zing dastidan hozir boshqa eyüpliğan. Mana qat'iy ta'assubsizlik bilan degan gap. Abu Hanife hadisda mana ma'annahu mustanidun fi dagil al-athar. Demek sen eyüpliğen vakalikte İmam Ebu Hanife'den kallıstılamana divan emas. Eserge tayangan, Mursala bil Aliye'ye tayangan. Demek Mursala dis sağcı dep turgan İmam Ebu Hanife hüccet etti. Demek o yani bir hadiski tayangan boldadır. Xuddi sey hadiski tayangan kimde? Bunda tayanıp digen sözden sen eyüplep kettin. Yani sen hadiski hiç kimi tayanmay. Kallandan bak dep eyüpliğen işte kılavatsa dedi. Şuna bu eser boğallıkta İmam İbn Teymiye bu şu qaqahlab kılsın namazda tartilish mustahab etdik. Demek avvalaqa tevfik cema degandek bunda uslubni qo'llanibdik. Balki xilofiy masalada xuruj min al-xilaf mustahab degan bo'lishi mumkin. Fata'ammal degan bo'lsa, ya'ni masala diqqat qildi. Hadil masala fa innaha bayyina. Bundan diqqat qilsang, unda ochiq demakchi. Odatda bundan ochiq emas unda. Mulohaza qilsang, undan ochiq ko'rindi. ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أنقول نماز التراب
la tubtilu amalakum bo'lgan ekan, sen namozni bir amalni boshladingmi? Bu amalni baka qilyapma, ya'ni davomlashtir degan bir buyruq bormi? Shu tarafdan deydi. Amaliyotda bu hamda bir xil aciz istilal bil umum. Aciz istilal. Demak, Maliki mazhabga andan ondan bilib bo'lgan Shafiy va Davud Zariyning qarshiga ma oyatni va mushunga o'xshash umum zohirdan amal ibodatni bekor qilayotmaslik to'g'riliq bunda kelgan hadisni dalil qilib tursangiz bo'lmaydi. Fa inna hada lam yubtil as-salata bi iradati. Chunki bu o'zi buzutay deb buzatmadi. Ya shu kelib qolganlikdan xuddi masalan nimaga o'xshash? Turiblam tarsum ketganimga o'xshash. Tarsum ketgandim qanday qildi? Chiqib tartilib ketdi. Shunga o'xshash. Bu o'zining irodasi bilan buzutay deb buzatgan ish emas. Shariatning hukmi bo'yicha sen bunda avvalda tartilib kelib turishing kerak deganlik uchun shariatning hukmi bo'yicha o'tadi bu. Amaliyotda bu shu nafl ibodat mushulmi majmuning qarshi shu ishlar qiladi. Mutatawwa amiri nafsi. Demak bu vojiblik degan nima yo'q bu yerda. Uni xohasa qiladi, xohasa qilmadi. 20 yil to'xtab qo'ysin. Demak 20 yil to'xtab qo'ysangmi, nafl emassan. Nafliga turding, bir rakat o'qib bo'lganki, ya endi jiddiy bir ishni o'ylading, nima qilding? Yoki ma'lum sababdan buni g'aj buzutib chiqarmoqchi bo'lsan, maylisan. Lekin sen qilib olgan, ya'ni bu hamma narsani butun bakovlab ket degan gap yo'q. Albatta. Sen tasbih aytding, oyat o'qiding, takbir aytding, sajda qilding. Bu albatta sening menga yeziladi. Bir rakat o'qib qilgan sajda bu namoz hamda butun bo'lmasmi? Bakovlab ketsin. Sen sajda qilding emasmi? Ibodatdan yana bormi? Uni hammasi bakovlab ketdi degan gap yo'q. الباب السابع في الأشياء التي هذه طهارة شرط في صحتها أو في استباحتها. Biz taharet babida taharetni qanday amallar uchun taharet qilish kerak, qanday ishlarni qilib taharetni olgan chaqda deb nima qilgan, shunga o'xshash tayammum bilanmi qanday ibodatni qilib qanday ishlar uchun shu topilmagan chaqda tayammum qilish kerak. اتفق الجمهور على أن الأفعال التي هذه طهارة شرط في صحتها هي الأفعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. أي طهارة الشرط من غاشلة شو؟ نماز o'qish shart, jumhurning qarshisida Qur'on tutish shart, shunama tavob qilish degandek. Qarasam, azroq o'zim zaten de ba'zidan qari sindirib chiqarmasam. Hamda tayammum qilib ba'zi balalarni tuqrini tashadigan qo'rg'on tashlar. Su tepiladi mesela şartlarda. Tartılışsa namazı bağladığında. Yani bir mezhepte şu qarash bor. Mesela jinoz namoziga oldirib ulgurmadigan şey olsa, yani sen oldirib qilib shu chaq tayammum qilmasang, qo'ldan ketib qoladigan ba'zi ishlarga tayammum qilasan bo'ldi. Xuddi Rasulullohga salom qaytirishda tayammum qilib salom qaytiradigan, shunga o'xshab balkim bu shartda tam bo'lgandikan, ya subatdan shu izlashimida degandek bunda nimani dalil qilib, jinoz namozi o'tirib qolsa, bu Ibn Abbas'tan rivoyat qilingan qarash, jinozaga nima qilgan ekan, tartilib chiqib bo'ldi, jinoza o'qilib bo'ldi. G'aj uriblan tayammum qiliblan, yani suv bo'lsa-mi, siz chaqqan bo'lish uchun gachchida namoz tursam bo'ldi deydi. Shunga o'xshash ham shu Qur'on tutishdaymiz, bunda ishlar udil kelib qolgan taqdirda, shuni joiz deb qaraydi. Chunki la yudrak, la etakar, qo'ldan ketib qolsa, uni qayta unda o'qilmaydi. U jamoatlarning ya shunda bir sharoitda o'qilmaydigan namoz. Vaqtalafu al-yustabahu biha akthar min salatin wahida faqat. Yana bu yerda bayatın biz o'tgan masala shuga. Har bir namoz biz Allohdo nechiga yaramdi degan gap shu. Yani ittifoq deganda bu yerda ixtilof hamda har bir namozga yangidan tayammum shartmi demakchi. Tamashhur mazhab Malik, Shafi'ning shunda أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا. demek şu yeni tartışın gerek deydi. واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين. Yani İmam Malik'nin qaza namazının ikisi olib qolishi buni orqadan bir vaqt o'qiydigan ish qo'y. Bunda olib qolishi deganda sal ish qilgan. Fil mashhur anhu mashhur qarashida in kanat ihda salatayn fardan wal ukhra naflan ennehu in qaddama'l farda cema beynehuma. Birisi nafl, birisi farz olib qolsa, ikkisini birga o'qiydi. Qanday ahvolda in qaddama'l fard deydi. Farzni boshda o'qigan bo'lsa, naflni oxirida o'qiydi ekan. Ama naflni boshda o'qib qolsa, farzni u tayammum bilan o'qimaydi.
Bu muamda bak dinni murakkablaştırayotganlik bu nima? وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد. Mana haqiqiy qulaylik mana İmam Abu Hanifa'nın mazhabideki yani. Bizden imamımızdan mazhabi. Yani ma'lam yejidil ma deymiz. Su tapılmagan ahvalda şu bir tayammum bilan bir qancha namozni o'qish bo'ladi. Bu amaliyat İmam Abu Hanifa'nın ham qarshi emas. İmam Avzai'ning yana rivoyan İmam Ahmad. Ve aslu hadal khilaf ve huwa bu xilafning teginada at-tayammum yajib li kulli salatin amla. Yani baytimiz deb o'tgan masala. İmma min qibali hadhihi al-aya kama taqaddam. إذا أردتم القيام bu mahzub mı yok mu deyin gaplar. Ve imma min qabl vujub at-takarrur at-talab ve imma min kilayma. Ya oyatga taqdir qilish masalasidan yoki har qatimda namoz vaqti kelganda bir izlash kerakmi emasmi degan tarafda yoki ikkili tarafdan bor. Yani İmam Malik mazhabida izlash masalasi bor. Demek İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin qarshi bu masalada aşı racih. Çünkü bundan çekiladigan bir aniq nas bormi yo'q. Nima uchun cheklab olsa buni? Tayammum degan ko'pincha ahvolda eng yaqin qiyos qilish kerak bo'lgan narsa nima? Vudu. Vudu qiyos qilamiz. Boshqa narsa qiyos qilsa bo'lmaydi. Shuning butuqini shu. Tuhfatul Fuqaha degan shu bada' sanoning asli shu. Shu mujallad kitob bu Tuhfatul Fuqaha. Shu mujallad besag'lar. Alaeddin Samarqandiyning İmam Kasani şu Tuhfatul Fuqaha degan kitobni yozgan olimning shogirdi İmam Kasani. Bular daha şu biz Samarqandda biz Kasani O'zbekiston tarafdan kelib, Shamda o'tiraqlashib qilib, shu yerda yashab, o'zining alaqajutda shu Xpas qalayimqon bo'lgan vaqtda bo'lishi mumkin. Hijrat qilib, shu Shamga kelib o'tiraqlashgan chaqda İmam Alaeddin Samarqandi olimini Tuhfatul Fuqaha yozgandan keyin bu İmam Kasani uning kitobini sharhlab Bada' Sana fi tertib-i şeraya degan bu 7 mujallad kitobni shuni sharh qilib yozgandan keyin u ustozi shu sharh yarib ketgan shogird ko'ngil qilyapti ekan. So'ng kitobni sharhlab qizini elib keyin uchaylan odatda fatvo bersa shu rayonda fatvo bu uchaylanning imzosi bilan chiqarmish ekan. Ustozning va ko'ngilning endi ustozning qizi. Bu ustozning qizimi katta olima ayolkan uchaylanning imzosi bilan chiqilgan fatvo. Hozir haliqa bir majmual fiqhi qaror qilsa 10-15 nima a'zo nima qiladi u? Shamda. Ulamda o'zining diyoridan hijrat qilib, ma'lum sabablar tufaylidan o'tiraqlashib qilib, yashab, Hanafi mazhabining shu yetakchiligini qilganlar bu. Yo'q, muqaran bakamas, lekin Shafiy mazhabining misna selishtiribroq ma'noda. Shafiy mazhab bilan tutishmoqda. Adda Hanafi mazhabining kitoblari ko'pincha shu Shafiy mazhabiga raddiya berildi. Nima uchun? Hanafi mazhab hukm surgan rayonlarda bizning shu Mavran Nahr masalan, Iroqdan tortib Ayan tarafda Maliki mazhabdan asar yo'q. Uning birsin g'alvisi yo'q. Noniki unga raddiya berib avara qilgan bizning jiddimiz yo'q deydi. Hanbaliylarmi u mutasiq yo'q. Bundan ekan shu bizning oldimizda chiqib tutishganlar Shafiy mazhab bo'lganiga shu Shafiy mazhablar devrib ma'noda. Ko'pincha hidoyatimi shunday shu. Anchimcha Imom Malikning buning gap qo'ysin, lekin asosliqi Shafiy mazhabga taqabuldir. Shu rayonlarda nufuz talishgan mazhab shu ikkisi edi. Shu. Hanbali mazhabning tabiatimi shu hozir qadar bak shu arab diyaridan boshqa maskanmaydigan. Arabning badaviy hayotga mushunga bakrak tushadigan bir mazhab bo'lganlikdan shuna bak jiqimda taqib kelgan. Ma yangi davrdamda Hanbali mazhablar emas, ma salafiy iqim taqildi hozir. Hamma dunyo hammaga qattiq do'lqin bo'lib taqilyapti. Chunki u ham da Hanbali mazhabning o'zi emasda bu do'lqin. Hanbali mazhabdan bizga zohiriylik, yana bizga boshqa nimalar unda aralashmasa ham hozirgi ahli hadislikdan masalan biraz aralashib. Hanbali mazhab shu tashaddud var. Ya Hanbali degan so'z odatda ko'pincha davrda mutashaddid deganga mutaradif ishlatilgan. Biz sizlar mutashaddid demoqchi bo'lsizlar, Hanbali bu deylar. Bu anachani. Amaliyotda Hanbali mazhab uni umumiylik emas.
taharat ibadet dairesida bekçim. Biz taharat işlerinde belki hem de su tertilişte bek mürekkep adam onu çidap bulanması mümkün. Taharatı asan hem de bir taharatın bu bir tamça sen bedenin infisal olan nasi bir tekkesi onu juyuşun gerek, onu juyusan yani onun saklanını onu juyuşun gerek de bu yaman ters. Peki muamelat dairesinde beklam asan beklam kan eşvetken. Muamelede mesela manda muamele caiz mi? Caiz mi? Numuş çeklerimiz bunu. Hatta var yakında Mısır'ın ahval şahsiyada yan kanun nima qilamiz mı? Xula meselesi andalıqa to'y qilganda shart ish to'y qilish bo'lamdi bo'lmamdi. Masalan, ustimga xodlanmaysiz deb shart qilsa, meni xizmatimdan to'xtab olmaysiz, masalan ishlayman deb shart qilsa, boshqaga olib ketmaysiz deb shart qilsa hisob shu. Bunu çekler o'zi kelishganlikim bo'ldi. Kelishimga bog'liq ishlaydigan ishlar yomonchiq bu muomala doirasida. Hanbalining Imom Ahmad ibn Hanbalning qarshini olib qildi shuni. U bakkan qo'yitlik. Shart qilgan ekan, al-muslimun anda shurutihim. Sen olgan chaqda ma'qul deb oldingmi? Shuni rioya qilishing kerak, deydi. Demak, taharat masalasida bekchan muomala doirasida beklam kan qo'saqlik bilan qilgan mazhab. Bunun hamda avam nümelere anda bek haqli qo'pol chin muomala qilgan bo'lganki Hanbali degan so'z bu mutashaddid mutaassib degandek bunda ma'noda ishlatib kelgan. Ammo olimlari buni oz lekin soz olimlar. Hanbali mazhab kitob yozgan olimni qarasak qiladi. Hanbali mazhabning yozgan kitoblari Hanafi mazhab boshqa mazhabdan qilishmaydi. Sanjatdan suhbatchat. Belki tahmin isil. Mesela Mughni o'xshash deyli, Imom Ibn Qayyimning kitoblari masalan. Nurg'un kitobni yozganlar. Bunda kitap başka mazhabda belki yok. Alimleri az, avamları köp diyen mazhabmış. Başka mazhabın alimleri bek çıkım. Nurgun alimleri var. Neke bu mazhabı şu avamlara dağ kelip diyen mazhab kim? Aynen şu çınlık kılıp, şu hatta Bağdat bazı yerde tarihte bu şu Hanbali mazhabı tavalla anda teşebbüslük kılıp yoldaki adamlar bakalım özü muhtasip bulup yolda turuplanma şu çağcı kuruplanma tekşürdüğün. Şunda bir ayarlılan bir akşi menip qalsam da, deb kimlikini chiqar deymiz hozir. Kimlikni chiqar? Nima tuqqan munosabating bor? Bu sening singlimdi, ya aylingmi? Nima? Mahramlikni isbotla. Bu yerda axir bo'lanmay va to'qinish paydo bo'lib, axiri u Hanbalni hozircha jo'shtirib. Oyinda tarafdan bek tashaddud qilib qo'ydi. Hozirmi shunda? Masalan, Tosaplam tekşür ekan bir binoga sen bir ayol bir er chiqib boradi. Yani miyada unda ish yo'q-ku. Bugün so'maydi. Saudiya Arabistonda ta nuqasa to'xtatib bilan nima munosabating bor? Ayolingmi yo mahram tuqqaningmi deb isbotlayapsizlar, isbot ketadi. Hisbadimi islam nimasidan ularga ichki batiniy. Nereden? Rasulullah'ın zamanında kalkınında tosapsın mahramingmi unda qilgan ish bormi? Nerede unda ish bor? Sahabımızsa ben bilmem kendi kıysam sevmiş mi? Gelme kadın da taktık koysanız da. Da işçiden tekşirip. Öyünü tamdın atılıp, marlap, tekşirip bu oyunun şu arak şu tamdın numuş kılıp. Bunda iş yok. Yani o billah manğa adam davamlık onun tukallıkının ispatını edilmamdı. Biz ciddi mesela oy doktorgan çıkar şu siz keldeydi be akımızın numusuna ya ayarlı ya sanırsa ya birisine ya mahrem emas deydi. Doktoran götürüp eşkıdağa şoldu ama mahrem deydi. O uçak ispatını elimizde elep ay nüfus defterinin suretlerinin çıkmış selep bana değil olamdı onu. O davamlık onda yaşamaydı ki. Bu anda halkının şu içki işlerine koyup erkinlikini çekler, gumankorluklar andan. Bunda hap kılıştan ibaret. Şu bola bunda kan uzun bunda nima kılanmay. Bütün cemiyetke bunda kan taqilib, başka cemiyetke kan taqilib kılanmagan. Hazırki zamanda o Hanbalilik emas, hazır taqilgini. Bir xil bayatınqı 3-4 narsaning aralashmasi, yani salafi dolqini. Şu tarlıvatı. Çıksa başka farkı var mı bunun? Kitab-ı taharati minen neces. Yoki nejas desek bo'ldi, ishkilasi. To'g'ri. Endi bu alaqa maynatchilikdan tozalik qilish deylar mana. Alaqa moddiy tozalik qilma.
Şaltak çıkıp kaldı, meynetler çıkıp kaldı. Bunu tazlitiş meselesi. والقول محيط بأصول هذه الطهارة وقواعدها ينحصر في 6 أبواب. وأساس مسألة 6 مسألة vardı. 6 bab ayrış mümkün değil. Birincisi fi marifte hükmü hadi tahara. Bu taharanın hükmü nemadır? Umuman yani meynetçilikten tazlanışının hükmü nemadır? Bu umuman deyin gibi ittifakya yeri var elbette. Yani fil vücub ev fil nedbi demek ki bu vacip mu, mendup mu deyin. Daire müşahede hikayedir iki meselede. İmma mutlakan ya mutlak mesela namaz okuma qanday ahvolda kiyimni pakistumundan qilish vojibmi mandubmi yoki hamda namozga shart bo'lganlik jihatdanmi dedi. Yani namozga turgan vaqtida bunda bo'lish kerakmi yoki odatga ahvoldami? Al-bab al-thani fi ma'rifati anwa' an-najasat. Najasatning turlari. Ig'ir najasat, yengil najasat bu endi. Uchinchisi fi ma'rifatil mahall allati yajib izalatu anha. Demak, mush najasat qanday o'rinda bo'lsa tozalashing kerak. Qanday o'rinda bo'lsa tazimsan bo'ldi. To'rtinchisi fi ma'rifati shay'lari bihi tuzal. Nim bilan tozalaymiz buni? To'p bilanmi, suv bilanmi, boshqa narsa bilanmi deydi. Chalmi kesak, suv, masalan, tizak bilan tozalib bo'lamdi, bo'lmamdi degandek. Qog'oz bilan, pul bilan, yemak-ichmak bilan, sumak bilan, fi sifati izalatiha fi mahallin ma? Fi mahallin. Mesela bazı o'rinlarda buni qanday tozalaymiz? Manda yana bazı o'rinlarda qanday tozalaymiz demak. Ba'zi mesela juyib tozalash kerak deydi. Ba'zi 7 qitim tozalaysa deydi. Ba'zi 7 qitim tozalasa 2 qitim to'p bilan deydi. Yani ba'zini juyimsanmi bunda nima qilasan tozalandi deydi. Yani shu o'ringa qarab, yani mahall dina hozir xuddi alaqa ishtalab qo'ygan, chepilib qo'ygan o'rin bo'lsa, buni qanday tozalaymiz? Unda qilmagan şartlar çıkan ürün bolsa onu qanday tozalaymiz? 6-ncisi fi adabul ihdath. Bu tarasundurishning odobi o'xshamaydi bu. Ama adabul masalan dukhulul khala degandekchi. Ihdath ya shu tarasundurishga ahdasa. Al-babul awwal fi ma'rifati hukm hadhihi tahara. Demak, mushut yani meynatchilikdan tozalanishning, meynat narsaning tozalanishning, yani kiyimdan, badandan, o'rindan tozalashning hukmi nima deydi? Bu yerga asos bo'lgan dalil Alloh taolaning va siyabaka fatahhir degan oyati edi. Endi amma min al-kitaba wal asl fi hadha al-bab amma min al-kitab. Imma da biz anlam badaqsa. Amma min al-kitab fa qawlu ta'ala wa thiyabaka fatahhir wa amma min as-sunnati fa atharun kathiratun thabitatun minha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man tawadda falyastanthir wa man istajmara falyutir. Nurgun hadisli var bunun içinde taharet alan kişi bununu çakap kalksın deydi. Andın istinca kılıp çalmışlarken kişi tak işletsin deydi. İstecmar diyen dışarıda şu istinca kılıp çalmışlarkenlikine bildirir deydi. Ve minha emruhu sallallahu aleyhi ve sellem bi gasl demel hayd min el-thawb. Heyzden kanını kim gücük kalsa jüyüş doğruluk Resulullah buyurgan. Qanday qilamiz? Taqrusu va tahuttuhu tagsilu degandek. Va amruhu bi sabbi dhanubin min ma'in ala bawl al-arabi. Maska tarix bo'lgan arabining ta'tin ustiga liq birchilik suv to'kitishni buyurdi dedi. Demak, bu o'rinni tozalashga munosabatli shunami? Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam fi sahibai al-qabr innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fa kana la yastanzu min al-bawl wal-akhar kana yamshi bin-namima. Ya mushadisda sudikdan tozalanmaslikka masalasi o'tirib qo'yilgan. Nurg'un hadislar bu vaqtda. Ne mushadislarni oyat bilan mushu haqda o'tirib qo'yilgan dalillar mushu. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات يعني الآيات والأحاديث demakchi. الدلائل النقلية demakchi. على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع. Umuman hamda islom buyurgan yani bu tozlik qilish islom buyurgan ish deb ittifoq qildi dedi. Degan buyruqninki tabiat qanday? Vojib oltilmi, mandub oltilmi? Va huwa allazi yu'abbaru anhu bis-sunnah. Yani mandub degani mishada sunnat mustahab degan gap qo'y. فقال قوم إن إزالة النجاسة واجبة بعض واجب دب قربتون وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإمام أحمد أيضا يعني إمام أبو حنيفة من باكزلق ماذا ألدن أورنتروف تزلق واجب دب قربت إمام شافعي وإمام أحمد لما أعيشتون وقال قوم إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض بعض ناس ما ينتجلكتون تزلق لش سنة مؤكدة دبت Namazın başta namaz varken kıldı ya ki namazın sırtıda mı?
Şunda ne model Ha. mesela namazın sirtdagi umum ahvolat. Ondan bu taqa u ittifoq kelgan yani demidi. Ba'zi narsa ittifoq bor. Masalan, al-bawl wal-ghaitda qanday ahvolda tozalash vojib deydi. Demak, buni mutavalliki ma hozir falani manda mehnatchilikda birisini tutib dejumay, umuman mush tozlik qilish masalasi, kiyim-kechak, o'rin, badanni pok tutishning o'zi umuman qilib aytganda vojibmi, mandubmi, hammani yig'ib bir esaq demakchi. Bağlamaya. Ve qala qavmun ya fardun ma'a zikr ve saqitatun ma'an nisyan. Yani bazılar isil ba'chaqda vacib. Xabar va isil ba'chaqda. Unutib qolgan chaqda mayli deb qarabdi. Ve kila hadaynil qawlayn demak ilgirki bir qarash bilan sunna muakkada degan qarash bilan ma qarash ikkisi Imom Malik va shogirdlardan kelgan qarash deydi. Ve sebab ixtilof fi hadhihi masalati raji'un la thalathata ashya. Biyalik talashtaç 3 narsaga birib taqildi. Birinchisi ixtilafun fi qawli tabarak va taala va thiyabaka fatahhir. Hal dalika mahmulun ala al-haqiqati aw mahmulun ala al-majaz. Yani haqiqat degani mush kiyim-kechak bizning ustimizga. Thiyab deganda. Ama majaz deb qalsak, bu taharatda thiyab degan poklik, iffatlik, dili pok degan bo'ldi. Arabda endi ibora nima qilish bor. Asli bu bizning o'zimizda shu nima bakrak jalliq bo'ldi. Ma'naviy ash oyatda ya ayyuhal muddaththir qum fa anzir va rabbaka fakabbir va thiyabaka fatahhir va ruzza fahjur. Demak bu shu shirklik va kaza musulmondan qalbini butun xoli qilib, ya'ni bu ichki dunyoga qarashlik qilish deb bunda shu bakra tarjih qildi. Hamda lafzi thiyab degan so'z bor. Demak bu Rasululloh islomiyatni tashviq qilgan chaqda Alloh taolo mana buyurgan. Bu yergi masala asosan u kiyim-kechak uning nimasi emas, e'tiqodiy taraf. Ya'ni qalbni shirkdan pok tutish. Burunqa jariyatning unda nima qaldiq ba'zi bir nimalar bo'lsa hammani butun tashlab, to'liq to'g'ri e'tiqodga yuzlanish munosabatlik payt. Lekin fuqarolarda taratdan najosatdan poklanishmasa, u bo'llamanda nas deb ekildi. Amaliyot nas emas. Zahir yoki fahva yoki bunda darajadagi yoki endi tangma-tang darajada dalolat bo'lishi mumkin, lekin unda nas emas. Ikkinchisi hadislarning bir-biriga zid kelib qolgani, zohirning zid kelib qolgani. Uchinchisi endi o'sha buyruqqa tazliq qil, tazlar degandek, mehnat qilma degandek bunda buyruqlar, cheklamalar bu biz men tushunadigan sabab uchun keldimi yo tushunamamdik buni. Demak, shu buyruqdan bu tazlash uchun, pok tutish uchunkin deyish mumkinmi yoki buni biz uqmaymiz demdi. Ya'ni ta'abbudiy bo'lamdi. Demak, shundan illatni tushunsak, bu andan vojiblikdan nadlikka o'tkash yaraydigan qarina bo'lamdi, bo'lmamdi. Mes cheklagan bo'lsa, bu cheklashning illatni tushunsak, bu makruhlikni bildirdi. Chunki buningdagi nima mandan aslida bunda qilish deb biz tushunib olganlikdan buni haromlikdan makruhlikqa boramdi. Yoki bu bizning tushunishimiz bu qarina bo'lanmamdi. Ondan biz tushundigan illatni tushungan ibodat bilan tushunmagan ibodatning farqi bormi yo'qmi buning? Ve innama sara man sara ila al-farq fi zalika li'anna al-ahkam al-ma'qulah al-ma'ni fi ash-shar' aktharuha hiya min bab mahasin al-akhlaq aw min bab al-masalih. Bu ikkisini ayrimiz deganlar qanday istiqro qilib shariatning axloq fazilat yoki ba'zi bir manfaatni ko'z tutadigan ishlarda ko'pincha mandub bo'ldi deydi. Illati endi tushunilgan bo'lganlik uchun. Chunki ma'noda manda ziyon bor, ma'noda foyda bor deymiz. Endi ma'o axloq fazilat desak buning illatini tushundik biz. Bu ko'pincha ahvolda mandub bo'ladi shariatda. Buning asosan da vasiyabga fatahir deganni ash kiyim-kechak deb tushunsa, bu mehnatchilikdan poklanish vojib deb qaradi deydi. Kinoy deb tushunsa, bu qalbning pokizligi deb tushunsa, bunga hujjat yo'qdir. Bu shirk va kaza yoki hasad va kaza bunda naslga chetish deb qaraganlikdan bunda hujjat yo'q deb qaraydi. Va ammal atharul mutaaridatu fi zalik bir-biriga zid kelib qolgan, zid ko'rinib qolgan hadislar shu qabrdagi ishkaylarning hadisi va qawlu fihima sallallohu alayhi vasallam innahuma la yu'adziban va ma yu'adziban fi kabir amma ahaduhuma fa kan la yastanzu min bawlihi fa zahir hadha al-hadis yaqtadi al-wujub. Yani yu'azzab bo'lgandan keyin shunama vojiblikni bildirdi. Lianna al-adab la yata'allaqu illa bil wajib. Wa amma al-mu'arid li dhalik amma ko'rinib qolgan hadis qolsa ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث فلم يقطع الصلاة.
Amaliyotda bu muarat bo'lmaydi bu. Hozir shartlikda vojibning farqi chiqadi aslida. Endi buyoqgi masala sala jazur. Jazur degan tuga, shunami? Sala degan ish bag'ri deymiz. Qerin va kaza ishidan chiqadigan shu ishkan bo'ldimda ajnasam sala. Balki salani obdan tekshirib kelsa, bizimiz kerak bir narsa deyish mumkin. Ish azadiga bir narsa, lekin umuman uni ish bag'rim. Bu alqa Valid ibn Mughira bir qancha shu Ashaddi Uqba ibn Abi Muayt bular 3-4 aylan yig'ilib nima qilgan chaqda Rasulullohni Ka'baning oldida sajda qilib namoz o'qisa, la turib qasongni berib bosh falonali qilib biz tugi bo'g'izlab ekan shu chaqda. Falon jamoatning bo'g'izlagan tugisini ishqarni kirib ustiga otib qo'yadislar. Idin ba'atha ashqaha. Ashqaha deydi umma. Bu berib planma shu. Men deb yugurib berib aklab Rasululloh sajda qilgan chaqda ustiga otib qo'ydi. Atqo'lan Rasululloh sajda qilib davomlashaverdi ekan. Keyin Hazrat Fatima anlab kelib ondan uni tillab meni ilirdik. Ilvatgandan keyin anda Rasululloh beshni ko'tarib shu yerda duo qildik. Uqbani, Validni aloq qilayotganligini kafirlar dahshat qo'rqinchga tushib ketgan. Nima uchun? Endi kafirlar mushu haramda, ya'ni bu islom nimasidan bo'lmasa-mu, mush haramda Ka'baning oldida qilgan duo ijobat degan bir e'tiqod bo'lganligi uchun shu yerda qo'rqib. Shu nima shu qalaqa birisiga sallatu kalban min kilabak deb duo qilgan vaqalik. Shu chaqda shu 6 aylanmi 7 aylan bor ekan. Shu 7 aylanni bir qag'andan keyin Rasululloh o'g'lining ko'pincha Badr urushida Sar'a Ibn Mas'udma sahabildimizsa shu nimada bunda o'layotganligini ko'rdim. Yoki 5 yil o'tmay nima bo'ladi. Demak, hozir hamda sala jazurni otib qo'ydi. Sala jazur bu maynatda. Demak, buni qanvatda deydi, farz degani bu qirindiki to'qlan demakchi. Demak, shuni otib, ya'ni bu maynatda demakchi, maynat narsani otib qo'ysa, Rasululloh namozni buzmay turaverdi deydi. Lekin bu yerda bir masala bordi. Shu chaqda mushi xildagi namoz mitti bu. Yoki andin Isra nimasida hozir qilgan namoz vojib bo'ldimi? Tarat edish masalasi o'chab bormi yo'qmi? Manda nimalar bo'lishi mumkin? Talash tortishlar bo'lishi mumkin. ilgari bo'lgan. Lekin burunma 2 rakat aytgan kechda namoz o'qish bo'tdi deb aytdilar. Degan shu burun hamda tartilish, masalan, shunda tartilimdi yoki qanda. Keyin oyatul maida tushgandan keyin unda tartilish muayyonlashdi. Lekin unda ilgari balki oyat tushmasa, hadis orqali yo vahiy boshqa oyatdan boshqa vahiy orqali Rasulullohga bunda tartilsin deb uqtirgan bo'lsa, umuman ijro qilmas. Tartilish bo'lish kerak. Endi uni oyatda aniq bunda buyurmagan bo'lsa-mu, Rasulullohni o'zi buyurib, Rasululloh sahabini buyurib qilgan bo'lishi mumkin. ظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة. Eğer bir şey vacip olsa namazını buzatken buldu. Buzatışa aslında şart emas. Çünkü vücub diyen bu bir şart olmaganken namazının durustluğunu bulaverdi. Endi bu me'yari masalalarga nimaga o'xshab qoldi laqa. Postogan askari o'qdaysimi qash tatib tutlam men turavergan, yana o'qdaysi yana bir tatib tutlam turaverganda nimaga? Bu hali xuddi o'sha kafirning oldida bu bir xilamda Alloh taologa zodi ibodat qilishni, sajda qilishni, shirk, ibodatga qarshi turib jakalab, bu yerda bir jangovarlik ruhi bilan islom e'tiqodini namoyon qilish, tashviq qilish, ma'nosiga tutash bo'lgan ekan, vojiblik bo'lsa, agar odat topdi namoz buzib ketmaydi unda. Ya'ni g'oyatuhu nima? Namoz ism bilan bunda odat topdi degan yag borda, bak nima bo'lsa. Endi Rasululloh u chaqda ba'zi ahkomlar muayyonlashmagan bo'lishi mumkin. Yoki Rasululloh ashkafirning oldida bunda xig'iniga sajda qilaveraya deb qilgan bo'lishi mumkin. U Alloh taolo o'zi xos endi ruxsat berganlik nimasi bo'lishi mumkin. Odatda shartning o'rniga vojibning shart deb olmash ishlatavergan-ku fuqarolar. Amaliyotda shu o'lchamga solsa unda chiqmaydi uni. Shart degan gap chiqmaydi. Vojib bo'lmas, gachi namozni uzutdi. Uzbilan qash tazlab, qayta o'qiydi demakchi. Va min hama ru'yana nabiy sallallohu alayhi vasallam kana fi salati min as-salawat yusalli fi na'alayhi fataraha na'alayhi fataraha an-nasu li tarhihi na'alayhi fa ankara dhalika alayhi sallallahu alayhi wasallam wa qala inma khala'tuha li anna jibril akhbarani anna fiha qadaran. Yoki adam deb kelgan. Demak,
namoz o'qiyotgan chog'gacha kashini silib burun kashilanmo unda o'qiyverdi yani yo'lda yo maydon turiblam to'plan yerda oyog'i kelgan holat silib jumlanimgacha o'qiydi namozda turib qancha silayotgandan keyin sabilmo endi saldiga o'xshaymiz deb hamma silib turibdi keyin nima qilsa nimishqa silayotganlar sog'liqlarini ko'rib bizim silayotdi olibdi mening silishimlik sabab jibril mamunda mendan nasib ekan ma kashimda buni desab sog'an bo'lsa uqmay namoz o'qigan bo'lsa jibril tanbih berib qo'ygan qancha silayotdi shunami fadairada annahu law kana wajiban lama bana ala ma mada min as-salah agar vojib bo'lmasa asli bu shart bo'lgan bo'lsa demakchi aslida shart bo'lgan burunqi namoz hisob bo'lmasa ondan yangi boshlarda o'qish bo'libdi deydi yangi boshlarda o'qimay davomlashtirib keyin burunqisi hisob bo'laradi degan gap shu mehnatchilik bilan namoz bo'laveribdi hozir shunami tamandaba iladil athar madaba tarjih az-zawar qala imma bil wujub ba'zilarda bu hadisni maslashtirib hammaga teng amal qilamiz deganlar mazhab tarjih az-zawahir ya'ni zohirini olamiz deganlar ba'zi vojib deb baxtda hadisning zohiri vojiblikni bildirdi deb qolsa mandublikni bildirdi deganlar mandub deb baxtda ظاهر حديثين يعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالته من باب الندب المؤكد مثلا بياتن قدس كوخشاشة يقرقش كادسن demek şu değil mi? Sadece zürülen ma kâşin söyletiş ومن ذهب مذهب الجمع bu cemleyimiz geldi فمنهم من قال يا فرض مع الذكر والقدرة tazliya etgan bo'lsa ondan shuni uqsa shu nima baliqni esid bo'lsa shu mehnatchilik uqsa ondan farz debdi saqitatun ma'an nisyan va adamul qudra unutib qolgan chog'da tazlamaydigan bo'lsa bu tushib ketadi deydi masalan bir odamning badanida mehnatchilik bor ekan buni tazlamaydi ekan qanday qildi namoz o'qiyverdi bu hamda hali obdan usul kelmadi jamo qilish masalan rasululloh shu yerda tazlamaydigan holatda deydi masalan hatto bo'yni g'azib qo'ysa bo'yni ko'tarolmasligi mumkin ikkinchi hadisda nisyan va ya'ni la tazakkar undan ekan ma qarashdimi asosi obdan ekan ومنهم من قال هي فرض مطلقا وليس من شروط صحة الصلاة. Aynen. Bazılar bu vacip bu ya farz. Lekin bu şart sıhha emas. Ve ya kavlun rabi' fil meseleti ve huve daif. Lekin bu aciz deb. Acizleştiribdi bu qarashda. Nima uchun? Lanna najasa inma tuzalu fi salah. Chunki najosat degan namozda tozalandi deydi. Bu nima demakchi? Namozning sirtida tozalatmasin bo'ldi demakchimi? Shundaroq. Chunki masalan odatda birsan qo'liga ya biz bola sip qo'yibdi deydi bir quchog'iga. Sip qo'yib namoz o'qimaydigan bo'lsang uni darhol tozalasin vojib emas degandek bir nima. Lekin biz hozir boshda talashda ya'ni muxtalifun fiyat dedik buni. Yani tazlash namoz o'qima. Buni zot tazlash umuman vojibmi, vojib emasmi? Mana masalada ixtilof bor. Lekin shuni mo ojiz deb qo'yganmi taza joyida emasmikan? وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى وبين الغير معقولته. Yani bazılarında ma'sini tushunadigan ibodat, tushunmaydigan ibodatda ayirganlar bor. Yani ma'si tushunmagan mahd ta'abbudi bunda masala qolsa bu akad fi babul vujub. Bu vojibni bakrak ta'kidlik deydi. Bunda deb qaraganlar unda yerda ma'ani annahu ja'alul ghayr ma'qula akad fi babul vujub degan jumla i'tirodiya. Vujub deb bir siziq silib qo'yganlar. Yani men farraqa baynahuma farraqa baynal amril varid fi at-tahara min al-hadas deymiz. Yani farraqa degani anda so'zning davomi. Bunda ayirganlar taraslikdan tartilish yani vudu deydi. Buni kelgan buyruq bilan mehnatchilik yani moddiy mehnatchilikni tozalash kelgan buyruq o'xshamaydi. Chunki mehnatchilikdan tozalash bo'lsa bu tozalik qilish deb biz buni tushunamiz. Bu axloq fazilatning jumlasidan. Ammo taraslikdan tartilish bo'lsa buni ma'nosini bak tushunib bo'lmaydi deydi. Mahd ta'abbud debdi. Ma maqtarana bidalika min salatin fi an-ni'al ma anna la tanfaku min an yuta biha an-najasat g'aliban. Ko'pincha ahvolda kashni kelib namoz o'qiyverdi sahobalar Rasululloh bilan billah. U kashim ancha-muncha hamda maydan asl bo'lib turibdi. Shunda turib o'qiyverganligi asosan biz buning ma'nosini tushunib olmaymiz. Aslida unda hozir ba'zi salafiylar chiqib qolsa, kashlar namoz o'qish sunnat deb sunnatni aqlingizda turib olsa, sal eqib qolgan bir gap. Bu amaliyotda bu qanday ahvolda sunnat desak, masalan, chimliq, qiyshiliqda namoz o'qiymiz-ku biz. Akash silatmay, yo qaliqda masalan. To'g'ri unda ahvolda akash silatmaylam, qash turiblam, yadi desablam,
o'qiyversak bo'laverdi. Bu ya'ni sunnatga muvofiq bo'ldi bu. Lekin salib o'qishim bo'lmasinda. Degan masjidda hozir kashni Rasululloh kashidan namoz o'qigan deb kashidan birga o'qisak u bo'lmaydi. Hamma nimadan kashidan o'qishning o'rni bor. Bab thani fi ma'rifat anwa' najasat. Najasatning turlari fa innal ulama ittafaqu min a'yaniha ala arba'a. 4 ga ittifoq keldi. Birinchisi mayta, al-hayvan ad-dam alladhi laysa bima'i. Suvda yashamaydigan qini va hayvon debdi. Va ala lahmil khinzir bi ayyi sababin ittafaqa an tadhhaba hayatuhu. Demak, jini qanday chiqqan bo'lsin, bo'g'izlab chiqqan bo'lsin demakcha, cho'chli go'shi, albatta yig'imi bor. Va ala dami nafsihi min al-haywan alladhi laysa bima'i infasala min al-hayy aw al-mayt idha kana masfuhan. Demak, qonning o'zi suvda yashamaydigan va quruqlikda yashaydigan hayvonning qini deydi. Tirik holatda ayrilgan bo'lsin yoki o'lik holatda chiqqan bo'lsin, eqiblam chiqqan bo'lsa deydi. Idha kana masfuhan. Kathiran debdi, nima masfuhan degani asli oqqan tumuni ismi qapqog'ini qilqan tumurlarda qapqog'ini u ma'fun. Shuni qo'ydimi yo kalidimi nurg'un qon qoladi tumuning ichida. Ba'zi ko'z ko'rinadigan tumurlar, ko'rinmaydiganlar bor, shuning ichida azroq qon uyib qoladi deshadi. Lekin u masfuh bo'lmagan ekan, ma'fu. Aw daman masfuhan degan. Ya'ni kathiran debdi, yo'da bu iqib chiqqan qon azosimi o'xshashin. Va ala bawl ibn adama va raji'ihi deydi. Adam balasininki sudiki va cho'ng tarti. Va aktarum ala najasatil khamr. Endi bu 4 ta ittifoq keldi. Qon chiqsa tara sunmaydi deb qaragan Shafiy mazhabida qonni nejislaydi. Va aktarum ala najasatil khamr. Endi bu haraqning maynatlikida ko'pchilik olimlar shunda deb qaraydi. Va fi dalik xilafun an ba'd al muhaddithin. Hadis alimlardan ba'zilar yo'q unday emas deganlar bor. Vaqtalafu fi g'ayri. Hanafi mazhabda khamr najis emas-ku? Yani ma'naviy asli bu ma'naviy najis bo'lish kerak bu khamr degan. Hozirgi spirit masalan, atirligi spirit qatdiqo. O'sini asli ma'naviy o'zining moddiy najosat yo'q narsa. Endi khamr nima uchun ma'naviy najosatsa, va endi buzuqchilikqa va kazaga sabab bo'lganlik jihatdan İmam Şevkani müşün kuşlandırır. Yani muhakkik alımı müşün kuşlandırır olsa. Vaxtalafu fi gayr zalik. Vel kavaidu min zalike sab'u mesail. Bundan başka meselelerde ihtilaf çıkıp kaldı. 7 mesele. Bu asaslı mesele 7 sakin. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.